Saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Kazakistan'dayız ve Kazakistan'da Almata'dayız. Almata'da bir mahalledeyiz. Bu mahalle özellikle Uygurların bulunduğu bir mahalle. Arkamızda da gördüğünüz gibi bu mahallede bulunan 4 tane camiden Doğu Türkistan mimarisini barındıran bir cami. O 4 tane camiden bir tanesi. Bu mahalleye gireceğiz. Bakalım inşallah buradaki Uygurlarla görüşeceğiz. İnşallah burada yaşayan ve yaşananları Uygur TV ekranlarından sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakalım neler seyrettireceğiz size. Allah ya Resulü Mustafa. Biz bu turvatqa yerimiz Alaxon Sultan Jutuniki Sultan Qo'rg'on mahallasi turvatimiz. Bu 92 yılı bu meçit kurulup 95 yılı 96 yılı ayaklaşkan. Şundan beri bir yerde bu meçitni sağlıkçı Pir Muhammad Hacim Koziyevniki rehberligida Jutun yardımcısıyla bu meçit salıngan. Şundan beri özünü özü başqurish cemiyet birleşmesi kurulup mana ta bugungi kungacha şu cemiyet birleşme ishlab kelyapti. Har bir malda 33 yigit beshi bor. Özümüzniki urf odat, anan san'atimizni saqlab kelayotgan jutlarning biri. Bizda bu yerda 1200 o'rinlik Uyg'ur maktabi bor. Maktab bor, shu yerda Uyg'urcha bolalar o'qiydi. Almatıda tiyatrımız var. Şundaqla gezi jurnalımız var. Uygur gimnaziyasi, 101. gimnaziya. Şu yerda rayon bo'yicha biz bu gimnaziya 2. o'rinda, Almatı shahar bo'yicha Lutchi eng yaxshi maktab degan 10. o'rinda kelyapti. Bu tuğay yerimiz bizdeki Almatı şehrinin yaxşı joylashgan Alaxon Sultan buğumuzun namuslu Sultan Qo'rg'on mahallemiz. Bu mahalle Sultan Qo'rg'on mahallemiz Alaxon Sultan 1872 yıl Sultan Qo'rg'on kelib, bizning tövenki Promkanda joylashib, mishada shuni nomimiz Alaxon Sultan Qo'rg'on mahallesi bo'lgan edi. Shu Sultan Qo'rg'on mahallesi biz mana mishada tug'ilib o'sganman. Mishada mana yashayapmiz. Mana bu tuğay yerimiz bizniki bir cho'ng aydalar bo'lgan. Aydalar deydi. Hozir mana bo'lsa cho'ng mishtasini. Bu mishni biz 93 yılı mana buni qopqisi bilan mishni soldik. 95 yılı mana cho'ng mish qilib, ishga tojib qilib, shu mishni bitirib, hozir bu mishni biz mana har juma kuni 1,000 odamlar kelib namoz, 5 vaqt namoz o'tyapti. Mishimiz bizning oldimizda nihoyat yaxshi, ham yozim kerak, ham atrof, hammasi qizilgul. Şunlar çay yaxşı mishlar, xalqimizning jamoatimiz nihoyat yaxshi kelib, har kuni 5 vaqt namozni qazo qilmay, bir 100-200 odam kelib namoz o'tab ketib boradi. Şu bizdan İnşallah yazda kelin mi? Yazda kelinlar, kasalka mehmonlar ko'p kelib turibdi. Allah ya Resulü Mustafa. Mana bizde Kazakistan ülkede 130 millet yaşavatımız beraber, birdek, o'xshar. Shuning uchun Uyg'ur xalqimiz nihoyatda esil, ko'p nihoyatda xizmatlarni qilyapti. Uyg'ur maktablarimiz bor, Uyg'ur ovoz gazetamiz bor. Uyg'urda tanıtadigan televizor chiqyapmiz. Uyg'ur teatrimiz bor, bizda nihoyatda yaxshi. Hamma yaxshi gazet jurnallar bo'lsa bizning Uyg'urcha chiqyapti. Bir hafta 2 kundan yeyapmiz. Bolalarimiz hammasi Uyg'urcha o'qiyapti. Bu bizim bizdeki bu Kazakistan devletine bizge bergen çoğun imkaniyetini berasına Kazakistan devletine prezidentimiz Nazarbayev'la rahmetimini etimiz. Sen jut rahmet. Çok rahmet. O Avrupa'da, Amerika'da, dünyada köp Uygur var. Ne söz danışır, yap danışır siz bu Uygurlara? Bu Uygurlarda Amerika'da, Avustralya'da Hoca hem bizi Uygurlar. Şu an anca
xabarlar bo'lib turamiz, televizorlarda, radioda anglab turibmiz ularning gap so'zlarini, nihoyatda yaxshi, bizga bergan imkoniyatchi nihoyatda mo'l yaxshi bo'lyapti. Ha, shoshko. Şunu çıkıp biz ana vatanda çık bizde hazır 22 milyon Uygur halkımız var. Xudoyim bo'lsa bizim bir vatan bek qilsa deb niyat qilyapmiz. Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Uygurca üniversite var mı? Üniversitet yok, filial var. Filial. Filial. Abay namındaki şeyde filial var. Uygurca. Burada tiyatro var. Uygur bölümü. Tiyatro. Uygur tiyatro var. Tiyatro var. Darba. Sport. Noyabrdan başlap aprelgacha hozir mana spektakl har qanday nimlar mengayotidu. Bizning bu yerda ömligimiz, birligimiz yaxshi. Boshqa millatlar bilan shunday qarim-qatnashlarimiz yaxshi. Shu sababdan bizning boshqa turkiy millatlarning ichida yolg'iz Uyg'ur millatida mustaqillik yo'q. Biz mustaqillikni xohlaymiz. Shuningga biz eng ishash qilganimiz u bizningki eng cho'ng atimiz Türk millatdan ishash qilamiz. Turkiyadan ishash qilamiz. Shular bizga qo'l qo'shni yaram qilib mustaqilligimizni turg'izib bersa, uni do'stlik yo'lida, tinchlik yo'lida e'lon qilishni bildiramiz. Ya Allah sen mihriban, seni deb kuydi bu can. Oh, sana muhtaç var insan, alemlerinin Rabbi sen. Bu biz turayotgan yer Musa Sultan Qo'rg'on jutuninki Azdolva ko'rgazma muzey. Mana bu Alaxon Sultan degan kishi 1871-yili chiqib, mana 11-yili 140 yillikni o'tgan mushu atimiz mushu Makkaga kelib, mushu Sultan Qo'rg'on jutini qurib, shu atimizning qurgan juti ta bugungacha ulashtirib kelyapmoqda. 46 yil bo'ldi. Mushu jutda Sultan Qo'rg'on jutida mana ta mushkangacha biz istiqomat qilib hamma narsani saqlab ketibmiz. Mana bu yoqqa qarasanglar, Uyg'ur xalqininki milliy asbob xonim-qizlarning milliy kiyim-kechaklari. O tarafda Uyg'ur xalqining munavvar farzandlari. Bu kishi Ko'ziyev Dilmurod Pirmahmat hojimninki o'g'li mushu mechitni o'zininki mablag' bilan jutning yordami bilan salgan kishi. Bular bo'lsa mushu mechitga yordam qilgan bizninki otalarimiz. Jutning oqsoqollari. Buni 41-yili so'qish qatnashgan otimiz. Buni mushu jutdan ketgan birdan-bir giroy. Qahramon. Bu mushujutga hozirda ishga xizmat qilayotgan xonim-qiz cho'nglar. 100 yil ilgari mashunaq otlarimiz bo'lgan, mushujutda mushlarning izlarini besib kelayotgan otlarning surati bu. Mana bu yerda bizning Dilmurod akamninki Band zavodida birinchi prezident kelib ko'rayotgan ish faoliyatini ko'rayotgan yeri. Nursulton Abdushush Nazarboyevniki. Bu yerda mana Uyg'ur ovozi kezdira yangi mufti saylangan vaqtida bosh mufti saylangan, shuni surati bo'lib chiqardi. Mana bu bizning mechitimiz. Bu yerda mushu mechitda o'tkazilgan har qanday ish faoliyatlarininki suratlari hammasi mana. Mana mayda jut tarihi. 22 milyon Uygur halkımız var. Xudoyim bo'lsa bizim bir vatan bek qilsa deb niyat qilyapmiz. Labbayk Allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata
Uygurca üniversite var mı? Üniversitet yok, filial var. Filial. Filial. Abay namındaki şeyde filialı var. Uygurca. Burada tiyatro Uygur var. bölümü, Uygur bölümü. Tiyatro. Uygur tiyatro var. Tiyatro var. Darba. Sport. Noyabrdan başlap aprelgacha hozir mana spektakl har qanday nimlar mingyapti. Bizning bu yerda ömligimiz, birligimiz yaxshi. Boshqa millatlar bilan ham shunday qarim-qatnashlarimiz yaxshi. Shu sababdan bizningmi boshqa turkiy millatlarning ichidagi yolg'iz Uyg'ur millatida mustaqillik yo'q. Bizma mustaqillikni xohlaymiz. Shuningga biz eng ishash qilganimiz u bizningki eng cho'ng atimiz Türk millatdan ishash qilamiz. Turkiyadan ishash qilamiz. Shular bizga qo'l qo'shni bayram qilib mustaqilligimizni biz bu turayotgan yerimiz Alaxon Sulton yurtiniki Sulton Qo'rg'on mahallasi turibamiz. Bu 92-yili bu mechit qurilib, 95-yil, 96-yili oyoqlashgan. Shuningdan beri bu yerda bu mechitni sog'uvchi Pir Muhammad Hojim Qo'ziyevniki rahbarligida, yurtning yordamchida bu mechit qilingan. Shuningdan beri o'zini o'zi boshqarish jamiyat birlashmasi qurilib, mana bugungi kungacha shu jamiyat birlashma ishlab kelyapti. Har bir malda 33 yigit beshi bor. O'zimizniki urf-odat, anan san'atimizni saqlab kelayotgan yurtlarning biri. Bizda bu yerda 1200 o'rinlik Uyg'ur maktabi bor. Maktab bor, shu yerda Uyg'urcha bolalar o'qiydi. Almatıda tiyatrımız var. Şundaqla gezi jurnalımız var. Uyghur gimnaziyasi, 101. gimnaziya. Şu yerda rayon bo'yicha biz bu gimnaziya 2-chi o'rinda, Almatı shahar bo'yicha Lutchi eng yaxshi maktab degan 10-chi o'rinda kelyapti. Bu tuğ yerimiz bizdeki Almış şehrinin yaxşı joylashgan Alaxon Sulton Çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Kazakistan'dayız ve Kazakistan'da Almata'dayız. Almata'da bir mahalledeyiz. Bu mahalle özellikle Uygurların bulunduğu bir mahalle. Arkamızda da gördüğünüz gibi bu mahallede bulunan 4 tane camiden Doğu Türkistan mimarisini barındıran bir cami. O 4 tane camiden bir tanesi. Bu mahalleye gireceğiz. Bakalım inşallah buradaki Uygurlarla görüşeceğiz. İnşallah burada yaşayan ve yaşananları Uygur TV ekranlarından sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bakalım neler seyrettireceğiz size. Buğumuzun namuslu Sultan Qo'rg'on mahallemiz. Bu mahalle Sultan Qo'rg'on mahallemiz Alaxon Sulton 1872-yil Sultan Qo'rg'on kelib, bizning tövanki Promkanda joylashib, mishada shuni nomida Alaxon Sulton Qo'rg'on mahallasi bo'lgan edi. Shu Sulton Qo'rg'on mahallasi biz mana mishada tug'ilib o'sganman. Mishada mana yashayapmiz. Mana bu tug'an yerimiz bizniki bir cho'ng aydalar bo'lgan. Aydalar deydi. Hozir mana bo'lsa cho'ng mishta selindi. Bu mishtni biz 93-yili mana buni qopqisi bilan mishni soldik. 95-yili mana cho'ng mishni qilib, ikki tojlik qilib, shu mishni bitirib, hozir bu mishni biz mana har juma kuni 1 ming odamlar kelib namoz, 5 vaqt namoz o'tyapti. Mishimiz bizning oldimizda nihoyat yaxshi, ham yozim kerak, ham atrof, hammamiz qizilgul, shunday chiroyli yaxshi mishlar, xalqimizning jamoatimiz nihoyat yaxshi kelib, har kuni 5 vaqt namozni qazo qilmay, bir 100 odam kelib namoz o'tab ketib boradi. Şu bizden İnşallah yazda kelin mi? Yazda kelinler, kesinlikle mehmanlar köp turvatdı ki.
ilahe illallah Allah ya Resulü Mustafa La ilahe illallah Allah. Mana bizde Kazakistan devletinde 130 millet yaşavatımız beraber, birdek, okşar. Şunun için Uygur halkımız nahayet esil, köp, nahayet hizmetlerini kıvatıda Uygur mekteplerimiz var, Uygur avaz geçtiğimiz var. Uygur'da tanıtılgan televizyon çıkıvatımız, Uygur tiyatrlarımız var bizde nahayet yaxşı. Hem yaxşı, gelecek jurnallar olsa bizim Uygur çıkıvatıda. Bir hafta şirketinde evatımız, balalarımız hepsi Uygurca okuvatıdı. Bu bizim bizdeki bu Kazakistan devletinin bizge bergen çoğun imkaniyetini berip Kazakistan devletiga prezidentimiz Nazarbayev'ga rahmetini etimiz. Sen jut rahmet. Çok rahmet. O Avrupa'da, Amerika'da, dünyada köp Uygur var. Ne söz danışır, yap danışır siz bu Uygurlara? Bu Uygurlarda Amerika'da, Avustralya'da, Hoca biz bu Uygurlar. Şu an ancım içe haberler bulup duruyoruz. Televizyonlarda, radyoda anlatıp duruyoruz onların gap sözlerini. Nahayet yaxşı, bizge bergen imkaniyet çıkın, nahayet bol yaxşı bu vatıdı. Şaşkı. Şunu çıkıp biz anı vatanda çık bizler.